Assalomu alaykum tug'anlar, mana Oqchar ayilida chek sotilat. Mana kengri bo'sh yer ayilga janasha. Mana bu yerda. Mana bir qozig'i. Mana yerda bir qoziq bor. Bu yoq mana 30 metr bu yog'i. Mana kengri yer. Svet, suv, suvat suv, toza suv bari bor. Bardығы bor buna. Anan keyin nerede daha bir qozig'i bor. Qoziq. Buna daha bir qozig'i bor. Mana yerda. Mana shu yer o qoziq turadi ko'rinib. Mana ke. Mana shu yer Oqchar ayilida. Yo'lda bo'y mana zavod jonda jang'i chekdir. Buna mesni odam yashovchilar jonida. Mana ke. Kengri yer. Tegiz. Yashaytirgan yer. Uy solig'iga tayyor, qizil kitobi tayyor. Mana ke. Bahası 700 ming, kemi bor, kichine tushirib beradi. Esi yaxshi zarur bo'lib sotib sotadi. Mana bu yog'i mana zavodga yaqin. Bunday yer, mana tegiz yer. Mana qo'shnilarda uyi bor. Mana bu yoqda chek bo'ladi. Mana zabor setkalarda olishadi. Ya çek yo'l bo'ladi bu yerda, yo'l o'tgan. Çek yo'l bo'ladi. Mana shu yer yo'l bo'lib ketadi. Mana Vysokov jonda svet bor. Mana ke. Buni yeri bu yerda. Mana 30 ga 20. Tayyor chek, qizil kitobi bor. Mektep, mechit yaqin. Kranda suvsi bor, ulab olsa bo'ladi. Svet bardigi bor, yashash uchun bor shartlar o'ng'ayli.